Rayan Garsiya va Shahram G'iyosov kim kimni yengadi? Albatta buni video davomida bilib olasiz. Bugungi videomizda biz ikki yirik bokschi Rayan Garsiya va Shahram G'iyosovning ehtimoliy jangini tahlil qilamiz. Kim kimni yengadi? Hozirgi holatda jang uslublari va ularning imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Avvalo Rayan Garsiya haqida gaplashsak, tezkor zarbalar va o'ziga xos uslub bilan tanilgan yengil vazn bokschisi. U so'nggi janglarda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Ammo 2023-yilda Gervonta Devisga qarshi jangda yengildi. Ammo Garsiya o'zining qaytishi va yangi jangini rejalashtirayotganligini aytdi. Endi esa hamyurtimiz Shahram G'iyosov. Shahram G'iyosov ham yengil vazn toifasida. U ko'plab janglarda yirik g'alabalarga erishdi. Qolaversa, uning zarbalari ham juda ham kuchli. Sof savdo internet magazinidamiz. Semirtirish uchun Genshin mahsuloti, Samyunvan va Red Genshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kilogrammgacha tabiiy holatda vес olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60% gacha chiqarib beradi. Me'da qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari fasadni davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalli pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorniy Pantera, turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkazish uchun, bo'y o'stirish uchun Uzomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Shahramning uslubi va jangdagi qat'iyati juda ham yuqori. Shahram ham ringda o'zining shaxsiy uslubini yaratgan va bu jangda Garsiya uchun jiddiy raqib bo'lishi mumkin. Endi esa bu ikki bokschining jang uslublarini taqqoslaymiz. Garsiya ko'pincha tezkor zarbalar va uzoq masofadan jang qilishga moyildir. Hech kimga sir emaski, Garsiya juda ham tez va unga qarshi kurashish birozgina qiyin bo'lishi mumkin. Biroq Shahram ham o'zining agressiv va kuchli zarbalari bilan tanilgan. Bundan tashqari Shahramning ham yaxshigina himoyasi mavjud. Garsiyaning tezkor zarbalari va uzoq masofadan jang qilish uslubi esa o'zining o'yinini o'ynashga imkon beradi. Ammo Shahram G'iyosov o'ta agressiv kuchli zarbalar Rayan uchun og'ir sinov bo'lishi mumkin. Hech kimga sir emaski, Shahram G'iyosov hujumni juda ham yoqtiradi. Bu bilan nima demoqchiman? G'iyosov faqatgina hujumga o'tadi. Garsiyaga faqatgina hujum qiladi. Shu bilan hammasini o'z qo'liga oladi va harakat qiladi va har doim ringda dominatsiya qilishni istaydi. Ha, Garsiya uchun bu jang oson bo'lmaydi. Agarda Shahram unga nishon yasasa, demak shunday bo'ladigan bo'lsa, Rayan Garsiya nokautga uchraydimi? Ammo Garsiya o'zining tezkor zarbalari bilan Shahramning mudofaasini buzsa-chi, bu jangning taktikasi mutlaqo o'zgarib ketadi. Biroq bularning hammasini faqatgina bitta zarba hal qilishi mumkin. Rayan Garsiya va Shahram G'iyosov o'rtasidagi jang juda ham shov-shuvli bo'lishi mumkin, ammo bu haqida ma'lumotlar hozirda mavjud emas. 2024-yil 20-aprel kuni Devin Haneyga qarshi Garsiya ringga ko'tarilishi kerak edi, ammo doping testidan o'ta olmadi. Shu tufayli ham 2025-yilning apreligacha sportdan chetlatilgan edi. Qadrli do'stlar, kim g'alaba qozonishi mumkin? Agarda Garsiya o'zining tezkor zarbalari bilan hujumga o'tadigan bo'lsa, u G'iyosovni nokautga uchratishi mumkin. Ammo Shahramning agressiv usuli va kuchli zarbalari Garsiya uchun katta muammo yaratishi mumkin. Agarda bu jang bo'ladigan bo'lsa, faqatgina buni vaqt belgilaydi va albatta hamyurtimiz Shahram G'iyosov g'alaba qozonadi.